Egilib salom ber. Egilib salom ber. Ya menga qara, xotinchangga ayt, salom bersa, to'g'ri salom bersin. Agar zapadli bo'lsa kerak emas. Ha, egilib salom beradi-da, bundan ortiq qana yotyapsanmi yerga? Sen menga qichima gapingni qilmagin, tushundingmi? Salom bermasa kerak emas. Shuncha yil salomsam yashaganman. Tarafini olasan. Piyolanchi sarg'ayib yotdi. Toza yuvmagan xotinni toza yuvishni o'rgat. Ha, dada, hozir ichdi bu choyni hali yuvgani yo'q. Xotinchang tarafini olma, xotin quli bo'lmagan bola. Tozalab yuvsin, tushundingmi? Tarafini olganim yo'q. Mana hozirgi choyni yuqib turibdi dada, yuvadi hozir. Ey bola, idishni rasvo o'tirsa baraka qochadi uydan. Ey beg'urus. O dada, Menga qara, xotiningga tayinlab qo'y, kir mashinada yuvmay qo'lida yuvsin kirlarini. ha, kir mashina bor-ku tayyor, yuvib berursin. To'k ketadi, kim to'laydi to'k pulini? Ha, insonni sog'lig'idan afzal bas to'k dada. Ey xotinchang tarafini olma, ayinab 40 yil qo'lida yurgan, hech nima qilgani yo'q. Ha, o'shancha qo'li ishib ketib hozir больницada yotibdi-yu. Tarafini olma, qo'lida yuvsin kirlarini. Assalomu alaykum. Dada, o'rtoqlaringiz guzarda kutishyapti ekan, choyxona bor ekani bugun. Chiqmayman choyxonaga. Men ketsam uyga barday qilib yuborasanlar. Sanlar deb o'rtoqlarimga ham qo'shila olmay qoldim. Dodolar. Shunisini aytdingmi? Ha. Menga ham qoldir. Behruz. Shokoladni berib oldimga kelgin. O dada. Sen bola uylanib yomon o'zgarding, ha? Xotinchangga shokolad olib kelasan, banan olib kelasan. Sen menga biror marta britva olib kelib berganmisan? Mo'ylovingiz olmaysiz dada? Britva faqat mo'ylovga ishlatiladi. Yana nimaga? Kantovkami olaman? Olib kelib beraymi? Kerak emas endi, u minnatli oshi iti emas, tushundingmi? Sen ko'proq shokolad tashing, ertaga